Tushunmadim. Hammaga mana shunaqa go'sht yedirurasizmi karrilni? O'zingiz mana shu limonni 2 minut ichida yeb bera olasizmi? Limonini choyga qo'shib ichgan. Men go'sht yeb katta bo'lganman. Hammaga go'sht yediraman. Yurma bundan. Shunaqa dedilar-da, shartda oshxonaga olib borib burger bilan steak pishirishni boshlab yordilar-yu. Nima qilaman buni? Ovqatimga qo'shib yuborasiz. Men hozir kelaman. Men ham shunaqa dedim deb burger lunchga birinchi marta kelganim uchun aylanishga chiqib ketdim. Kirishinglarda sizlarni shunaqa baliqlar qarshi oladi va oilaviy zonaga ko'zinglar tushadi. Oila bilan kelib bemalol o'tirsanglar bo'ladi. Do'stlar bilan alohida o'tirishga ham joylari bor ekan. Bu orada Aziz aka ovqatlarni tayyor qilib oldimga olib keldilar. Men bu steak. Men bu burger. Bunaqasini yemagansiz. Oka limonimni nima qildingiz? Kam. Steak bilan limonni shunaqa yeydi. O'rgan. Osh bo'lsin. Sizlar ko'rinishiga baho berguningizcha men mazasiga baho berishni boshladim. Mazasi juda ham zo'r, kotletlari ham yumshoq, nonlarni aytmaysizlarmi, bo'lishga shunaqa maza og'izda erib ketyapti. Eng zo'r burgerni qayoqda yegansizlar kommentariyaga yozinglar. Men bo'lsa limonimni steak ustiga siqib, steakni kesib yeyishni boshladim. Aziz aka bekorga aytmabdilar, bunaqasini hali yemagansan deb. Haqiqatda men bunaqa steakni hali hech qayoqda yeb ko'rmaganman. Mazasi vafshi zo'r, bir marta kelib yeb ko'rishinglarni tavsiya qilaman.